jiddiy mavzu. Bu aynan o'g'il bola tarbiya qilayotgan yoki bo'lmasa uylanish arafasida yurgan yoshlar uchun, boshqa uchun jiddiy mavzu bo'lgani. Baribir bilaman, hozir videoni pastiga yozib qo'yaman, ayollar uchun emas, 24+ deb yozib qo'yaman, lekin baribir ayollar yoki onaxonlar boshqalar ko'rib qolish ehtimoli bor. O'shaning uchun odob chegarasidan chiqmaylik dedim. Mendan ancha kuchli shaxsiy brend kuchli odamlar bor. Meni darajamda emas. Misol uchun. Ochiqcha gaplashaylik. Hech qachon sizga ishimiz tushmasin deb aytolmayman-ku. Xavfli tomoni ertaga bepushtlik. Xatna bu gigiyenik nuqtai nazardan to'g'ri narsa. Shunaqangi bir davrga o'tyapsan yoki bo'lmasa shunaqa bir davr bo'ladi, bu qo'rqinchli emas yoki bo'lmasa bir jinsiy tarbiyaga aloqador birorta bir narsa tushuntirish kerak. U masturbatsiya qilish xavfli emas. Masturbatsiyaga o'rganib qolishlik xavfli. Erkaklar torsh narsa kiyishi, torshim kiyishi undan-da yomon. Juda ham oddiy deb sanalayotgan narsalar bor, 18+. Qilib ko'rmasangiz, palonchini ekspertni fikri, может, palonchi ekspert adashgan bo'lishi mumkin degan narsa bor. Uchrashuvga chaqiryaptilar, oyim juda maqtayaptilar, ota-onasi yaxshi, o'zi yaxshi deb maqtayaptilar, lekin borsam qizi tablet kechgan bilinib turibdi. Tezda bo'shantirsam-u, pulimni olsam-u, tezroq buni chiqarib olsam, boshqasini kutib olsam. Ko'pchilik yoshlarda uylanishidan, ya'ni to'yining birinchi kechasidan oldin qo'rquv bo'ladi. Prosta oddiy gap gapirishsa ham turib ketadi. Endi nimada endi qo'yavering. Biz ayol kishiga qanday qiziqqan bo'lsak, avvalambor dunyoga nisbatan kutuvni o'zgartirsa odam menimcha yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh.